Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bo'vottimi? Bugun biz YouTube'im haqida to'g'rirog'i gaplashamiz. Iltimos bo'ldi. Sizlardan bitta iltimosim bor. Video bilan podpiskani farqiga qaranglar. To'g'ri, men videoim shorts faqat. Agar yaxshi ketadigan bo'lsa, mana shunaqa stream qilaman. To'g'ri, orada Komil aka faqat qo'shiq chiqargan ekan. Menga Nolaga aytdim, bunaqa narsa emas, edit shunaqalar chiqaring desam, chiqargan videolarim hozir boshidan ko'rib chiqamiz. Sen uchun bora bir kun eslamay qo'ysak, davosi yo'q bir dard. Bora bir kun eslamay qo'ysak, oson bo'larmidi taqdirga yo'ysak. Sen boshqa tomon, men boshqa tomon, davosi yo'q bir dard. Yana bir o'zim yo'l. O'sha oshnachiligimiz qo'shiqni ko'chaga tiqib olgan ekanda. Qiynalaman o'ylasam. Salom senga birga kommentga yozaman. O'zimga mana bir kun bo'ldi. YouTube'ga o'zimga qaytarib olgandim. Salom senga bevafo. Hozir mana yana rasmini almashtirdim. Shunaqalar qilyapman. Men lekin shu YouTube'ga qiziqib ketganman boshda. Bir xil blogerlarni ko'rdim. Omonxonni ko'rib qiziqib ketganman. Aytgancha sizlarga ham bitta gapim. Realmi Barsam shuni ham yozib qolinglar. Bilin, nima kanalimga kirdim. Agar kommentga yozadigan bo'lsanglar, ungacha shu kommentdaman. Keyin bitta savolim, Mersmi, Banvami shuni ham yozib qo'ying. Men Realmi Barsamni deb hozir Mersmi, Banvami deyapman. Menga aytadigan bo'lsam, Real ikkita mashinadan bo'lsa esa Banva. Real fanatiman to'g'risi. Sizlar qaysi birini fanatisizlar, yozib qolinglar. Mana shu videoim ko'riladigan bo'lsa, bugun sizlar bilan 12 gacha stream qilaman. Ya'ni bu ikkita o'yin emas. Play Marketdan counter tortamiz, bu o'yinda tortamiz. O'yin kerak bo'lsa tortamiz. Mana o'ga qiziqyapman. Ustanovit qildim mana. Ikkovimga yoqmaydigan o'yinlar. Hammaga xayr. Men hozir o'yin o'ynayman. Sizlar ko'rsanglar, ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi bilmayman. Hozir boshqa yamta streamda boshlayman.